sizda tug'ruq bir haftadan keyin bo'lishini bildiruvchi top 5 ta belgi. Birinchisi, bolajonning kichik chanoqqa tushganligi. Bunda ona ko'proq och qoladi va yengil nafas olishni boshlaydi. Ikkinchisi, qorinni pastga tortib og'rishi. Bu homiladorda 1-2 haftada tug'ruq bo'lishini bildiradi. Uchinchisi, bu pushti yoki jigar rangdagi shilliq ajralmalarning kelishi. Bu bachadon bo'ynini ochilayotganligini bildiradi. Lekin qonli ajralmalar shaklida hayzdek keladigan bo'lsa, tezda shifoxonaga murojaat qilishingiz shart. To'rtinchisi, ko'pchilik homiladorlarda holsizlik kuzatilishi mumkin. Ba'zilarda esa bolajon uchun uy sharoitini yaratish yoki yangi kiyimlar sotib olish instinkti paydo bo'ladi. Lekin bu sezgi hamma tug'ayotgan ayollarda ham bo'lmaydi. Beshinchisi, homila atrofi suvning ketishi. Bu sekin-sekin kam miqdorda yoki birdan ko'p miqdorda bo'lishi mumkin va u har doimgi kuzatiladigan homiladorlardagi ajralmalardan butkul farq qiladi. Yana ham qiziqarli ma'lumotlarni olish uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.